Okalar soy bo'yidan qochib, onam oldiga kelib bir maza qilib tinch o'tda ovqatlanaman deb keluvdim. O'g'lim, meni ham ovqatim reklama qilasan deb qoldilar. Men ovqatlarni qaranglar. Nima deyapti bu ovqat? Mana qaranglar. Manti mana 30 ming. Shashlik. Anaqasi duxovkali shashlik. Qovurma lag'mon 30 ming. Non, choy, salatlari bilan. Jarko. Tuv jarko. Nima edi uning nomi? Qurib ketganlar. Бомбарбия. Киргуду. To'g'ri. Bisteks. Отбивной, o'zimiz отбивнойdan. Osh. To'yosh. Choyxonash ham bor. Voy, nima deyapti? Men buni qaysi birini yeyman? Voy durak. Yana nima jigar bor deyaptilar, halim bor deyaptilar, xonim bor deyaptilar, moshkichira bor.